Avvalo yoshligimdan o'sha maktab paytidan Yaponiyaga qiziqishim bor edi. Keyin institutga kirganimdan keyin o'sha ikkinchi kursdami yapon tilini o'rganib boshladim. Institutga tugatganimdan keyin Yaponiyaga ketish uchun variantlar bor edi. Maktabga o'sha yapon tili maktabi hamma biladi. Kollejga lekin narxi qimmat deb o'yladim. Institutga tugatganimdan keyin ishlab yurgan paytim migratsiya agentligini Telegram kanalida qurilish bo'yicha vakansiyani ko'rib qoldim. Birinchi proyekt boshlanishiga to'g'ri kelib qoldi. Suhbat boshlandi. O'shandan keyin ro'yxatdan o'tdim. Birinchi onlayn suhbat bo'ldi. Keyin Yaponiyadan ish beruvchilar kelish kuni kelishib olindi. Undan keyin migratsiya agentligini shu binosida Yaponiya ish beruvchilar yaponlar bilan suhbat bo'ldi. Aynan o'zim firmam boshlig'i, direktor Shacho deydi, o'sha kishi kelgan. O'sha kishi bilan yuzma-yuz suhbat bo'ldi. Suhbatda berilgan savollar yoshimni so'radi. Keyin shartnoma bo'yicha oylik haqida gaplashildi. Oilaviy sharoitim qanaqaligi so'raldi. Nima ishlar qilganim so'raldi. Balandlikdan qo'rqmaslik so'raldi. Nimaga desa, bizani ishimiz o'sha balandlikda ham olib boriladi. O'shaning uchun xullas hamma narsasi to'g'ri kelgandan keyin kelishildi o'sha yerda. Xuddi partnyorlarday kelishilib, o'shandan keyin hujjat jarayoni boshlandi. Hujjat jarayoniga 4 oycha vaqt ketdi. O'sha 4 oy ichida Senmongo deydi, o'sha soha tili bo'yicha o'qidik. Suhbat jarayonidan o'tganimizdan keyin o'sha 4 oy hujjatlashish jarayoni bo'ldi. Umumiy qilib aytaman, o'sha ketgan summani davlat boji to'ladik 3.300.000 so'm. 4 oylik kurs bepul bo'ldi. 550.000 sog'liq tekshiruvidan o'tdik. Umumiy hisobda 3.850.000 pul sarflaganman ketishga. Bilet, boshqa xarajatlar ham kompaniya nomida bo'lgan. Yaponiyaga yetib borganimizdan keyin 1 oy yapon tili bilan shug'ullandik. Undan tashqari sohadagi ishlatiladigan aslahalar yoki materiallarni nomini yodlash bilan shug'ullandik. Undan keyin o'sha 1 oy Nagoya shahrida bo'ldi bu kurs. Qaytib kelib, keyin ish boshlandi. Ertalab 6 da turiladi, soat 8 da ish boshlansa 7:30 atrofida qurilish maydoniga borib turish kerak. Umumiy kun tartib qanaqa bo'ladi desa, biza dushanbadan juma kunigacha ishlaymiz. Shanba, yakshanba dam olish. Ertalab 8 dan kechki 5 gacha ish, o'rtada 2 soat dam olish. Undan tashqari 1 soat tushlik vaqti, undan tashqari ertalab soat 10 dan 10:30 gacha obeddan keyin 3 dan 3:30 gacha tanaffus bo'ladi. Shu umumiy jarayon. Nima ish qilinadi deyilganda, o'zimizda o'zbek tilida havoza deyiladi. Ruschada lesa deb o'rganganmiz. O'sha ishni yapon standartida qilamiz. O'shani qurib, buzib, qayerga kerak bo'lsa, o'shani qilamiz. Undan tashqari ishlashimizda taxminan 10 kilo atrofida qurol aslahamiz bo'ladi. Impacto deydi, o'zbekchada bilmadim-u. Drill ishlatamiz. Undan keyin har xil kalitlar bor. O'sha bolt yechadigan. Bu yoqda O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim. Anzengutsu deydi yoqda, xavfsizlik oyoq kiyimi. O'sha narsani kiyamiz. Kuchofku deydi, boya ventilyator bor kiyim. O'shani ham issiqda rosa foydasi tegadi. O'shani ham kiyib ishlaymiz. Ish jarayonimiz umumiy shu. Umumiy olib qarasa, qurilish qayerda bo'lsa ham og'ir, Yaponiyada ham yengil deb bo'lmaydi. Og'ir jismoniy kuch talab qilinadi. Hozir umumiy rejamni aytadigan bo'lsak, shartnomam 3 yil stajyor vizada. Mana shu 3 yil ichida yapon tili darajamni ko'tarish uchun nima qilinadi desa, onlayn kursda o'qiyapman yapon tili bo'yicha. Xudo xolasa dekabrda N2 ga topshiraman. Undan keyin ham o'qish niyatim bor yapon tilini. Undan tashqari ishdagi tajribani olyapman o'zimga.
Misol uchun nomlanadigan narsa ko'p. O'shalar nomlarini yodlab, hozir stajyor vizadan keyingi etap toktegino deydi. O'zi aslida shunaqa, lekin men yuqori malakali ishchiga o'tish uchun harakat qilyapman. Buni sababi ma'lumotim oliy, ham yo'nalishim ham, soham ham aynan o'sha qurilish sohasini tugatganman. Undan ham tashqari bizga kerak bo'ladi kompyuterda o'sha programmalarni bilish kerak bo'ladi. O'zbekistonda o'sha bo'yicha ham ozgina tajribam bor. Hammasini xullas bitta qilib setto deydi, yuqori malakali kadr bo'lib ishga kirishga strategiya qilganman, harakat qilyapman o'sha narsaga. Yuqori malakali kadr bo'lish rejam birinchi navbatda Shimizu korporatsiyasini loyihalash bo'limiga ishga kirmoqchiman. Shimizu korporatsiyasi 1884-yil tashkil topgan, 200 yillik tarixga ega. Yaponiyadagi eng katta korporatsiyalardan bittasi desa bo'ladi. O'sha yerga loyihalash bo'limiga aynan ishga kirmoqchiman. Yo'lim qanaqa? Rejam hozir stajyor vizasidaman, 3 yillik shartnomam. O'sha 3 yil mobaynida yapon tili darajamni yuqoriroqqa olib chiqish. Hozir ham o'qiyman onlayn kursda yapon tili bo'yicha. Undan tashqari qurilish jarayonida, ish jarayonida kerak bo'ladigan o'sha materiallar nomlari, undan tashqari asbob uskunalar juda ham ko'p. Hammasini yodlab, umumiy tajriba orttirish. Undan ham tashqari yapon tilini bilgani bilan yapon tilida tushuntirib bera olish, o'sha muomala madaniyati ularda boshqa joyda qanaqa bilmadim, ularda aynan o'sha narsalar ham bor. Kiritilgan, o'sha qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa tushuntirilish kerak. Keyin topshiriqni olib, tushunib, aytgan yo'nalishida qila olish ham juda muhim taraflardan desak bo'ladi. Umumiy maqsadimdagi o'sha bosh ofisga loyihalash bo'limiga kirish jarayonini hozir tayyorgarlik jarayoni deb aytsak bo'ladi. Shu hozirgi 3 yillikda. Ishdan tashqari hayotim eng yoqadigan narsa ishga vaqtiga qattiq amal qilishi. Misol uchun ish boshlanishi, ish tugashiga qadar vaqtga qattiq amal qilinadi. Ishdan keyin o'zim ustimda ishlashga har kuni 2-3 soat atrofida vaqt bo'ladi. O'sha payti misol uchun yapon tilini o'rganishim mumkin yoki o'zimga kerakli narsa bilan shug'ullanishga, hayot qilishga vaqtim bo'ladi. Boshqa joyda migratsiyada, boshqa davlatda qanaqa bilmadim-u, u yoqda o'sha narsasi menga juda ham yoqadi. O'sha vaqt oralig'ida yapon tilini o'rganaman. Keyin undan tashqari firma ham, o'sha bizani ishlatayotgan kompaniya ham bizani bilim olishimizga, yanada yapon tilini o'qishimizga xayrixoh. Boshida bir 4 yo 5 oy bepul onlayn kursga yozdirib berdi. Uni o'qib, o'sha darajadan o'tganimizdan keyin o'zimiz boshqa darajani xohlab, hozir yuqoriroq darajada onlayn kursda qatnashyapmiz. Yana qanaqa desa bo'ladi, ovqat masalasida boshida baribir kim borsa ham qiynaladi. Madaniyat boshqa, ovqat boshqa. O'shani bilib bizani firma, boshqa firmalarda qanaqa bilmadim-u, asosiy oziq mahsuloti guruch, go'sht bir oyda bir marta yetarli darajada olib beradi. Tokio o'zi dunyo bo'yicha ham eng qimmat shaharlardan. Biz yerda ijarada turamiz. Hammaga bittadan xona, o'shani ham kompaniya to'lab beradi. Bu ham hayot kechirishga menimcha qulay deb o'ylayman. Toza, yaxshi sharoitda yashaymiz. Shartnoma bo'yicha kelsak, 2
235 ming yena, Yapon yenasi bizning oyligimiz. Undan tashqari uni ichida soliqlar, olib qolinadigan xarajatlar bor. Qisqa qilib aytsak, qo'lga tegadigani 150 ming yena atrofida. U yoqda yig'mayman pulimni, shu O'zbekistonga jo'nataman. Endi dollarga aytadigan bo'lsak, $1000, $1,500 oralig'ida bo'ladi. O'sha firmadan oladigan oziq-ovqatimizdan tashqari taxminan $150-200 atrofida qo'shimcha ishlataman. Yaponiyada yana o'sha taqqoslaydigan bo'lsak, boshqa joyda qanaqa bilmadim. Yo'l kira haqqi kompaniya tarafidan ko'tariladi. O'sha ham juda katta plyus bo'ladi xarajat va daromadga. Shu. Birinchi navbatda men e'tibor berganim u yoqda qurilishni boshqarish, o'sha qurilish menejmenti desak bo'ladi. Elementarni aytsak, ishni ketma-ketligini zo'r olib boradi ular. O'sha qaysi ishdan keyin qaysini qilish kerak, qaysidan keyin qaysini qilish kerak. Deyarli men o'ylayman 6 oylik rejasi oldindan tayyor turadi deb o'ylayman. Bu nimani beradi? Ish tez olib borishdi. Undan keyin ustalar deydigan bo'lsak, ustalar kutib qolmaydi bir-birini yoki bir-biriga xalal berib qo'ymaydi. O'sha tomonlama zo'r reja qilinadi. Undan tashqari o'sha narsani O'zbekistonda ham qo'llasa bo'ladigan yo'nalish deb o'ylayman. Qurilish menejmentini o'sha yerda o'rganib kelsa bo'ladi deb o'ylayman. Keyin hamma Yaponiya desa o'sha zilzilaga bardoshli binolar deb mustahkam binolar deydi. Umuman olib qarasa bu olamshumul kashfiyot deb o'ylamayman. Yillar davomida ishlab kelingan, o'sha tajribadan orttirilgan, undan tashqari iqlimdan kelib chiqib o'ylab qilingan tajriba desa bo'ladi. O'zimizda ham o'sha narsani bemalol o'rganib kelib qo'llasa bo'ladi. Uchinchisi, o'zimiz ham masalan qurilishda ishlaganmiz, uy qurganmiz. Ularda xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Inson hayoti hammasidan ustun. Qancha puli ketadimi, boshqa qiladimi, birinchi navbatda xavfsizlik ta'minlab qo'yadi. Balki kamchilik deb qarasa bo'ladi bu narsani. Juda ko'p maslahat qilinadi. O'sha narsa rosa o'zim ham ezilib ketaman. Qo'pol qilib aytganda, maslahat qilib ko'p vaqt sarflaydi maslahat qilishga, lekin o'sha albatta xavfsizlik uchun deb o'ylayman. Shunaqa qilmasa ham bo'lmaydi balki. Undan keyin bitta e'tibor beradigan narsam, Yaponiya qurilishida juda ko'p pul sarflanadi. Material umuman tejab ishlatish deb bo'lmaydi-yu, zo'r hisob-kitob qilinganda juda ham ko'p material sarflanadi. Ko'p pul misol uchun O'zbekistonda 1 baravar desak, u yoqda balki 3 baravar material ishlatilishi mumkin. O'sha narsalarni ham hisobga olish kerak. Taqqoslaganda undan keyin mustahkamligini, undan keyin chiroyli, masalan, zo'r dizayndaligini, o'sha narsani ham hisobga olish kerak. Yaponiyadagi bironta binoni O'zbekistonga olib kelsa, O'zbekistondagi narxidan 3 baravar qimmatga aylanishi mumkin. Shuning uchun taqqoslaganda to'g'ri taqqoslay bilish kerak o'sha narsani ham. Kengroq qilib tushuntiraman. O'zimni dunyoqarashimda masalan 1 yil yashagan bo'lsam, u yerda 3 xil toifadagi odamlar ko'rdim deb aytsam bo'ladi. Birinchisi akademik yaponshunoslar desak bo'ladimi, yapon sevarlar desak bo'ladimi? Ular ilmiy sohada ketgan yoqqa. O'sha universitetda o'qiydi yoki magistraturada o'qiydi yo ilmiy ish bilan o'sha yoqqa borgan. Ular akademik yaponshunoslar. Ikkinchisi romantik yaponshunoslar. Bu o'sha Yaponiyani illyuziyasini, o'sha Yaponiyani baribir boshqacha davlatligini
eshitib, ko'rib, mehri tushib shunaqa bo'lib ketgan. Uchinchisi o'sha eng xavfli toifadagi deb o'ylayman, materialistik yaponshunoslar deb o'ylayman. Ular faqat pul uchun ketgan. Faqat o'sha maqsad pul bo'lgandan keyin hamma ishni qiladi. Misol, u yoqda qonun qoida shunaqaki, yapon tilini bilmasa, faqat o'sha qora ishda qolib ketishi ehtimoli katta. O'shaning uchun ular, o'sha toifadagi odamlar o'z ustida ishlashi ham kam bo'ladi. Undan keyin jinoyatchilik ham men o'ylayman o'sha tarafdan kelib chiqadi ko'p deb o'ylayman. Shuning uchun Yaponiyaga borishdan oldin o'sha taraflarini hisobga olib, albatta tilni o'rganib, Yaponiyani sevib borish kerak deb o'ylayman. Kelajakdagi maqsadim mana shu o'zim belgilab olgan karyeramni yaxshi tugatish, yaxshi olib borish, O'zbekiston bilan Yaponiyani bog'laydigan yaxshi kadr bo'lish, keyingi 10 yil deymizmi, keyingi 5 yil deymizmi, bor shu kuchimni sarflab tajriba, bilim orttirish, yo'lda dunyoni tajribasi bor, dunyo standartidagi tajriba bor. O'sha narsani balki kelajakda O'zbekistonda ham qo'llarmiz. Yaponiyaga boradigan odamlarga shunaqa tavsiya bergan bo'lardim. Birinchi navbatda tilni yaxshi o'rganish kerak. Ular tilni bilgan, ular bilan tilida gaplashgan odamlarni juda ham hurmat qiladi. Men o'zim yaqqol guvoh bo'lganman bu narsani. Undan tashqari aniq necha yil o'sha yerda karyera qiladi, necha yil ishlaydi yoki necha yil o'qiydi, aniq reja bilan borishini tavsiya qilaman. Bu nimaga yordam beradi? U yoqda hamma reja bilan yuradi. Oldindan qanaqadir muammolari chiqib qolmasdan, qiynalib qolmasdan yaxshi karyera qilishga yordam beradi. Nimaga deganda, reja bo'lsa, u yoqda ham hamma rejada, shunaqa umumiy tushuncha. Shunaqa o'ylayman, bundan keyin Yaponiya bilan O'zbekistonni o'rtasida katta kollaboratsiya bo'ladi deb o'ylayman. Bu nima narsa? Avvalo bizadan o'sha ishchi kuchi olib ketilinadi. Bu yaxshi imkoniyat u yoqda karyera qilishga. O'shaning uchun tilni yaxshi o'rganish kerak. Qiziqib madaniyatini ham o'qish kerak. Shunda uzoqroq karyera qilsa bo'ladi u yoqda. Yosh payti borsa, misol uchun 18-20 yosh atrofida borsa, ayni muddao deb o'ylayman. O'sha o'zimizni o'zbekchilikdagi uylanish vaqtiga qaytib kelishga yaxshi karyera, yaxshi tajriba orttirib keladi deb o'ylayman. Shu oxirgi xulosam.